Allo, assalomu Kim bu? alaykum. Va alaykum assalom. Dilnozaxon opajonim, yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Ha? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Aziz opajonim, avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin umid bo'lgan shukronalik ayyom, tavallud kuningiz qarshi olgan xayrli hamda go'zal yoshlaringiz sizga qutlug' bo'lsin. Rahmat katta. Rahmat sizga ham. Allohim in'om etgan har bir kuningiz fayzu barokatga, solih amallarga, go'zal sahifalarga boy bo'lmoqligini tilakdoshimiz. Ilohim baxt, omad, tinchlik, xotirjamlik sizni ham, ahli xonadoningizni ham aslo tark etmasin. Umidki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, barchasiga Allohim sizni yetkazsin ilohim. Rahmat katta, sizlarga ham rahmat. Opajon, ayni fursatlarda kutilmagan qo'ng'iroqlar loyihasidan siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun tavallud ayyom, shukronalik kuningiz qarshi olgan xayrli hamda go'zal yoshlaringiz munosabatiyle yaqin bir insoningiz bizni loyihamizga sizga atalgan tabriknomalarni yo'llab qolishibdi. Shu o'rinda savol berib o'tmoqchiman, taxmin qilib ko'ringchi, qaysi qadrdon insoningiz bizni loyihamiz orqali sizni xursand qilishni, bugungi tavallud ayyomlari ila sizni tabriklashni xohlagan bo'lishlari mumkin? Albatta oila a'zolarim. Qay birlari bo'lishlari mumkin? Qay birlari bo'lishlari mumkin? Endi farzandlarim. Sizni yaxshi ko'rguvchi, qadrlaguvchi barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomidan mehribon, jon jigar ukajoningiz Azizbek aka sizga atalgan chiroyli dil izhorlarini yo'llab qolibdilar. Rahmat katta. Ularga qo'shimcha ravishda opajoningiz Feruzaxon, Zarifaxon opalar, ukangiz Azizbek aka hamda farzandlaringiz Gulsevar, Begijon, Alilar tomonidan qabul aylasiz. Rahmat. Rahmat sizga ham. Agar ijozat etsangiz, mehribon ukajoningizni sizga atalgan dil izhorlari, go'zal dilnomalari, ajoyib tilaklari bor ekan. Mana shu dilnomalarni Alloh qodir qilguncha go'zal tarzda sizga o'qib yetkazib bersam maylimi? Tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Onam kabi mehribonim, onam kabi suyanchim, dardimga eng go'zal shirin malhamim, latofatli chiroyligim, go'zalim, bebahoyim bo'lgan, farishtam bo'lgan, opalarning a'losi bo'lgan aziz opajonim. Sizni bugungi qarshi olgan Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga umid bo'lgan shukronalik kuningiz ila chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Avvalo qodir Allohdan sizga sog'lik hamda salomatlik tilab qolaman. Hamisha biz yaqinlaringiz baxtiga sog' va salomat bo'lib yuring. Labingizdagi kulgu, tabassum, qalbingizdagi iymon, sakinati sizni hech qachon tark etmasin. Men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Jonimni so'rang opajonim. Siz uchun hamisha jonimni fido etishga Alloh qodir qilguncha tayyor turaman. Sizga Allohdan faqat va faqat mana shunday baxtli kunlarni taqdim aylashini, yuzingizda hech qachon g'am, anduhlar soya solmasligini, qalbingizdagi, yuragingizdan chiqqan so'zlaringiz va duolaringizni Allohim o'zi o'z dargohida qabul aylab, suyuklilar ichra sizni suyukli qilishini, suyuntirib mukofotlashini, barcha orzularingizga sizni mo'min muslimalar qatorida yetkazishini qalban duolarimda sizga tilakdoshman. Baxtimga omon bo'ling, sog' bo'ling, hamisha yasharib, yashnab, sevib, sevilib yuring. Siz uchun Allohdan doimo mana shunday go'zal kunlarni tilab qolaman. Hamisha qalbingizda Alloh, dilingizda bismillah, dilingizda iymon, qo'llaringizda esa mehr to'la Qur'on bo'lsin. Alloh o'yingizga nur, qalbingizga huzur, umringizga vaqt, ishlaringizga esa omadlar ato aylayversin. Jonim opajonim, farishtaginim, tilloyim, go'zalim, chiroyligim, onam kabi qadrligim, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Siz bergan mehrni bermadi hech kim. Dard kelsa yonimda qolmadi hech kim, baxtimdan quvonib kulmadi hech kim. Siz borsiz, yuragim topadi huzur, opajonim meni, boringizga shukr. Ko'nglingiz og'ritsam kechirdingiz tez, birga yig'ladingiz, men yig'lagan kez, cheksiz baxtim erur sizning boringiz, mendan o'tgan bo'lsa ming bora uzr. Mehribonim meni, boringizga shukr deya mana shunday chiroyli tabriknomalar siz uchun ukajoningiz tomonlaridan qabul aylaysiz. Rahmat kattakon, rahmatdan joni sog' bo'lsin hammasini. Tashakkur. Rahmat sizlarga ham. Rahmat sizga ham. Yana bir bora bugungi ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Doimo sog' va salomat bo'lib yaqinlar ardog'ida yurishlikdan aslo charchamang. Umringizga, rizqingizga Allohim barokatlar bersin opajonim. Rahmat, sog' va salomat bo'ling. Sizlarga ham kattakon rahmat.
sog' bo'linglar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling opajon, kuningiz xayrli o'tsin. Xo'p, rahmat.